Navbatdagi shumizalatsiya qilgan mashinamiz tayyor bo'lib qoldi. Yig'ilish jarayoniga keldi. Ishni sifatini ko'radigan bo'lsanglar, bolt qotadigan joylarini akkuratni hamma narsasi chiroyli qilib kesib olganmiz. Oldi qismlari to'liq bo'ldi, orqa qismlari ham to'liq tayyor. Hozir men faqat bitta karpetini tortib yuborishim kerak. Bu yoqda relyeflari, vibroizolyatsiyalari hamma narsasi bo'lgan. Patologini ham vibroizolyatsiyasi tayyor. Eshikni vakuum qismini ko'radigan bo'lsanglar, bu yoqda bor. Bunisini endi yopishim kerak bo'ladi. Vibroizolyatsiyasi bor, termoizolyatsiyasi bor. Vakuum qismi xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Bunga qo'shimcha xizmatimiz salon laminatsiyasini qildirib berdik. Oldi laboy, ikkita oldi eshik son plashtikalargacha qilindi. Hamma narsasi sifatli mahsulotlar ishlatiladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, vibroizolyatsiyalar bo'ldi. Kirlovchi qismlarigacha hammasi kirib boradi. Hech qanaqa chala joy qolib ketishi kerak emas. Ko'radigan bo'lsanglar, to'liq kirib borgan. Hozir faqatgina bitta mana shu karpetini tortib olishim kerak. Orqa bagaj apshipkalari qo'yildi. Hamma narsasi joy-joyida bo'lib turadi bu yoqda. Bu yoqda tarpetka detallarimiz ham hammasi tayyor. Ko'radigan bo'lsanglar, hammasi detalida. Hammasini qilib chiqqanmiz. Antiskrip qilinadigan ishlari. Bu yoqdan hech qanaqa zvuk chiqadigan joy qolmaydi, xudo xolasa.